Miyangizni 99% odamlardan yaxshiroq ishlatish uchun nima qilish kerak? Videoga bitta like bosib, oxirigacha ko'ring. Men buni sizga tushuntirib beraman. Birinchisi, uyquni normallashtirish kerak. Kuniga kamida 7-8 soat uxlash kerak. Bu esa miyangizni qayta o'zini tiklashi va yaxshiroq ishlashi uchun yordam beradi. Ikkinchisi, gormonlarni normaga keltirish kerak. Ya'ni organizmga yetishmayotgan vitaminlarni berish kerak. Ya'ni omega 3, vitamin D3, ashvaganda va shunga o'xshash vitamin va mikroelementlarni iste'mol qilish kerak. Agar siz yuqoridagi vitamin va mikroelementlarni tabiiy ravishda qabul qilaman desangiz, losos balig'i, tuxum, banan, apelsin va bir qancha mevalarni hamda yong'oq mahsulotlarini iste'mol qilishni tavsiya qilaman. Uchinchisi, jismoniy faollik. Ayniqsa sport bilan shug'ullansangiz bu organizmda qon aylanishini yaxshilaydi. Miyaga kislorod yetkazib berishda eng yaxshi usul hisoblanadi va miyangiz yana ham yaxshiroq ishlab, yangi hujayralar paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. To'rtinchisi, nafaqat miyamizni, hattoki hayotimizni ham katta qismini vaqtini olib qo'yadigan gadjet, ya'ni telefonlardan uzoq vaqt foydalanamiz. Bu esa bizni tanqidiy fikrlashimizni, o'zimiz ustida ishlashimizga to'sqinlik qiladi va miyani tormozlanishiga, sekin asta esa xotirani pasayib, diqqatni tarqatishiga va miya faoliyatini keskin ravishda orqaga qaytarishiga sabab bo'ladi. Beshinchisi bu fokus. Fokusni bitta narsada ushlash kerak. Chunki agar siz bitta narsaga fikri xayolingizni jam qilsangiz, yangi fikrlar miyani yana ham yaxshiroq ishlashiga sabab bo'ladi. Agar siz bir ishni qilib turib, boshqa narsalarni o'ylab, yana qo'shimcha ishni qilib ketadigan bo'lsangiz, miyangiz bu narsani, diqqatlarni yig'a olmaydi. Natijada miyani sekin ishlashiga sabab bo'ladi. Bu videoni miyasini ishlatmaydigan tanishlaringizga yuborib qo'ying.